Labioplastika qildirgan, to'yi yaqinda. Qo'li sinsin. Shunaqa xunuk birinchidan kesilgan. Ochilib yotibdi endi ko'rsangiz uni. Qiz yig'layapti. To'yi 15-20 kundan keyin bo'lish kerak bo'lgan qiz. Gulirani bilasizmi? Menga mana Telegramimga bitta qiz yozyapti-da. Nima dey endi masalan, otini ayta olmayman. Kosmetologda labioplastika qildirgan, to'yi yaqinda mana shu oyda, ya'ni nechadir kundan keyin to'yi bo'lish kerak. To'g'risi aytaman borku, qo'li sinsin. Endi shunaqa xunuk birinchidan kesilgan. Anatomiyasicha to'g'ri bajarilmagan. Qayerda nima kesilganini ko'rsangiz xunuk bo'lib yotibdi. Keyin u chop qo'yilmagan. Ochilib yotibdi. Baraka topib kosmetologlarga aytsamda, oldin anatomiyani o'rganinglar. Qayerda nima qon tomiri o'tgan, qayerda kesish kerak, chop qo'yilish kerakmi, yo'qmi? To'g'risi aytaman, mana o'rganib olishadi, mana bittadan kesilsa bo'ldi deb. Ochilib yotibdi endi ko'rsangiz uni. Qiz yig'layapti. To'yi 15-20 kundan keyin bo'lish kerak bo'lgan qiz. Hech kimga aytmagan bu labioplastika qilinganini. Endi hozir o'sha yerdan yiring oqib yotibdi, ochilib yotibdi bu chop. Nima qilish kerak edi? Nima qilish kerak? Men aytdim, so'ramadingizmi siz o'sha vrachingizdan desam, kirsovunni yuvib zilonka. Endi to'g'risini aytaman, kirsovun bilan zilonka to'g'risi bu aqlga sig'maydigan narsa. Ochilib yotibdi, uni bitqizish kerak. Kimgadir boribdi, yo'q bu o'zi bitadi. To'g'ri bitadi o'zi, lekin o'tga 15-20 kunda bitadigan narsa emas. Nima qilish kerak edi? Xo'p, ko'rish kerak dedim oxiri. Rasmini jo'natdi-da. Men aytdimki, men o'zim vizualni, ya'ni men bundoq qilib ko'rishim kerak. Menda va meni fikrim bu yerda boshqa tarzgina to'g'rilab, chop qo'yilish kerak. Bizda to'g'risini aytaman, ayollarimizgacha toba qilmaydi.